Bugun yangi dekorativ shkatulka qilishni boshlayapmiz. Xudo xolasa art beton deb nomlanadi. Yani asfalt uskinalardan shotka, kichkina shpatel, katta shpatel, valik hamda andava kerak bo'ladi. Mana bu brus kraska. Biz bunga yarim litr atrofida suv qo'shamiz. Chunki 5% deb aytilgan. Mana xudo xolasa art beton dekorativ shkatulkamizni boshladik inshaalloh. Shpatelda xuddi shpatelovka tortgandek sal qalinroq qilib tortilaveradi. Buni yaxshi tomoni devor o'ta kuchli ishlov berilishi shart emas. Xuddi aboyga tayyorlagan singari tayyorlasa ham, agar shkatulka nihoyatda silliq yaxshi bo'lgan bo'lsa, shkatulkani ustiga ham tortib tayyorlab ketish mumkin. Traventinni yana bir ko'rinishi desa ham adashmaymiz. Mana lak. Texnologiyasida 10% suv qo'shishni tavsiya qilgan, ya'ni 1 litrga 100 gram. Bu yerda bizga 5 kilogramlik xarid qilingan, shuning uchun biz bunga yarim litr suv qo'shamiz.